Shahar tongda uyg'ondi, ammo Dilnoza uchun bu tong boshqa kunlardan farq qilardi. Kechagi voqealar uning xotirasida yangrab turardi. Yuragi tez-tez urardi va u har bir qarorini ich-ichidan qayta ko'rib chiqardi. U deraza oldida jim turib, shahar hayotining odatiy ritmini kuzatar, lekin ko'zlari va fikrlari boshqa joylarda edi. Shu payt uning telefoniga qisqa xabar keldi. Xabar oddiy ko'rinishdagidek edi, lekin uning mazmuni Dilnozaga ichki kuch berdi. Bir necha soniya uni o'qib turib, u ichki qo'rquvini yengishga va oldingi qadam tashlashga qaror qildi. Shu bilan birga uning yuragi umid va umidsizlik o'rtasida tebranar edi, lekin u o'zini harakat qilishga majbur his qildi. Kamron ham o'z dunyosida ichki kurash olib borardi. U oxirgi paytlarda har bir qarorining oqibatlarini his qilar, lekin haqiqatni yashirmaslik va to'g'ri yo'lni topish yo'lida qat'iyatli bo'lishni o'rganardi. Qaynona bilan bo'lgan munosabatlari esa u uchun qiyinchilik tug'dirar, lekin Kamron bilardi, har qanday bosim oxir-oqibat hayotdagi yangi imkoniyatlarga yo'l ochadi. Shu sababli u ichki kuchini yig'ib, o'z qarorini amalga oshirishga tayyorlanardi. Dilnoza esa eski va yangi do'stlari bilan yuzlashishi kerak edi. Har bir suhbat, har bir qarash uning ichki dunyosini sinab ko'rar va unga yangi tushunchalar berardi. U ich-ichidan o'zini aybdor his qilsa-da, qarorlarini himoya qilishga majbur edi. Shu kun davomida u shahar ko'chalarini kezib, o'z fikrlarini tartibga solishga harakat qilardi. Har bir ko'cha burchagi uning xotirasida kechgan voqealarni eslatar va u bu eslatmalardan qocha olmasdi. Shu bilan birga Dilnoza ichki kuchini oshirib, har bir harakatini aniq va ehtiyotkorlik bilan bajarishga qaror qilardi. Uyga qaytganida u kichik bir jimjitlikni his qildi. Xonasi tinch va sovuq edi, lekin bu tinchlik unga fikrlarini tartibga solish imkonini berdi. U deraza yoniga o'tirib, kechagi voqealarni boshidan kechirdi. Shu paytda unga bir necha eski xatlar esga tushdi. Ularni qayerga qo'yganini eslay olmadi. Bu xatlar unga o'tmishdagi xatoliklarni, yo'qotishlarni va sevgini eslatardi. U har bir so'zni ehtiyotkorlik bilan o'qidi va qalbi asta-sekin yumshoq boshladi. Bu esa unga ichki qarorlarini yanada mustahkamlash imkonini berdi. Shahar esa o'zining kunlik ritmida davom etardi. Bozorlar ochildi, odamlar ishga yo'l oldi va kichik quvonchlar ham ko'chalarda tarqala boshladi. Dilnoza va Kamron esa o'zlarining ichki dunyolarida hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar bilan yuzlashardi. Har bir qaror, har bir suhbat ularning hayotini yangi yo'nalishga burardi. Shu kuni ularning yo'llari yana bir bor kesishadi va har bir harakat, har bir qarash ularning kelajagini shakllantirardi. Shu orada Dilnozaning eng yaqin do'sti unga yordam qo'lini cho'zdi. U unga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga harakat qilardi, lekin Dilnoza ichki qarorlarini mustaqil qabul qilishi kerak edi. Shu bilan birga Kamron ham o'z qarorlari bilan yuzlashardi. U haqiqatni yashirmaslik, lekin uni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan boshqarish yo'lini topishi kerak edi. Bu esa ularning hayotidagi dramatik burilishlarga sabab bo'lardi. Kech tushganda shaharning osmoni yumshoq ranglar bilan qoplandi. Ular uchun bu tinchlik emas, balki qarorlar va yangi boshlanishlar uchun tayyorgarlik edi. Har bir xotira, har bir suhbat ularning ichki dunyosini shakllantirardi. Shu kuni kechqurun Dilnoza va Kamron o'zlarining qarorlarini amalga oshirish yo'lida bir-birlariga yaqinlashar edi. Shu paytda ularning hayotida yangi sirlar ochiladi, yangi muammolar yuzaga keladi va ularning munosabatlari yanada mustahkamlanadi. Ularning harakatlari, so'zlari va qarorlari shahar hayotining oddiy oqimida kutilmagan ammo chuqur iz qoldiruvchi o'zgarishlar yaratardi. Har bir kichik qadam, har bir e'tiborli qaror va har bir so'z atrofdagilarni ta'sir qilardi. Ba'zan sezilmas tarzda, ba'zan esa birdaniga, chaqmoq kabi. Shu kuni ular o'z hayotlarini yangi yo'lga solishga qaror qiladilar. Eski xatolardan saboq olish, o'tgan voqealarni tushunish va yangi imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlashni tanlaydilar. Bu qarorlar nafaqat tashqi voqealar oqimiga ta'sir qiladi, balki ularning ichki dunyosini ham tubdan o'zgartiradi. Ular endi o'zlarining kuchli tomonlarini, zaifliklarini va yashirin his-tuyg'ularni chuqurroq anglashga harakat qiladilar. Har bir qaror, hatto eng kichigi ham ularni o'z-o'zini anglash yo'lida yangi bosqichga olib chiqadi. Shu kunning har bir lahzasi, tongning ilk nuri, shahar ko'chalari orqali oqib o'tgan shovqin, kechqurunning sokin salqin shamoli ularning hayotida yangi bobning eshigini ochadi. Ular har bir qarorni ichki his tuyg'ulari bilan uyg'unlashtirishni o'rganadilar.
Shunda tomoshabinlar ularning har bir qarorini faqat tashqi hodisalar orqali emas, balki ichki dunyosining eng chuqur qatlamlaridan his qilish imkoniga ega bo'ladi. Har bir qarama-qarshi his-tuyg'u, ichki shubha va orzu-havas ularni o'zgarish sari yetaklaydi va tomoshabinlar ularning ichki kechinmalarini ham o'rtoqlashadi. Shu kun davomida yuz beradigan har bir voqea, hatto eng oddiy lahzalar ham ularning hayotini yangi yo'nalishga buraydi. Kechqurun shahar lampalarining sokin nuri ularning yuzlarida aks etadi. Ichki o'ylari esa ular uchun sirli bir sahna yaratadi. Tong esa yangi imkoniyatlar bilan kirib keladi. Har bir nurlanish ularni yangi umidlar va yangi qarorlar bilan to'ldiradi. Shu tariqa oddiy bir kun o'zining soddaligi ortida hayotning yangi imkoniyatlari, yangi sarguzashtlari va yangi hissiyotlarni olib keladi. Tomoshabinlar esa bu o'zgarishlarni faqat kuzatibgina qolmay, balki ular bilan birga his qiladilar. Ularning ichki dunyosiga chuqur kirib boradilar va o'z his-tuyg'ularini ham shu jarayonga bog'laydilar. Shu kun ularning hayotida faqat yangi bobni emas, balki yangi boshlanishni, yangi anglashni va yangi kuchni olib keladi. Ularning har bir qarori, har bir his-tuyg'usi, har bir qarama-qarshi kechinmasi tomoshabinlarni hayotiy voqealarning markaziga olib keladi va ular bilan birga yashashga chorlaydi.